Aziz muxlislar, aziz vatandoshlar, musofirdagi dindoshlarimiz uchun chiroyli bir zo'r tavsiyamda. Maqsad men bo'lgan narsa uchun maqsad gapirmayman ham, aralashmayman ham, reklama qilmayman. Lichna o'zim kelganim uchun men hajana. To'g'ri. Muzaffarbek Suyunov har xil bo'lmaydigan yerga borib, shu narsani sen aralashmaysan ham, shu yerda reklama ham qilishni sen bilaman, tushunaman. Shu kelding, mana o'zingda hijobat qilding. Mana Dilmurod Shunday. do'stimiz. Bu do'stimiz muzikant. Bu akamiz muzikantimiz bo'ladi. To'ylarga birga yuradi. Bu juda yaxshi ijodkor, maqsad o'zini ustida ishlayotgan odamda, juda zo'r odam. Maqsad nima demoqchiman? Tavsiya qilamiz, kengizlar. Men bo'lmagan narsa uchun kelib birovga qo'yib, men bo'lmagan narsaga aralashmayman. Chunki musofirlar ham hamma ishlagan keyin qiynalib, azob chekib yurgandan keyin qadriga yetish kerak-da. Men hamda Muzaffarbek yozda bo'lmagan narsani sotmayman. Ko'plar dal argo'yib beradi-ku. Men shu dalning ko'pini o'zim ichib ko'rdim. Yolg'on ekan, shuni olmayman ham, olmayman ham, sotmayman ham. Foydasi bor desam qilish kerak. Shunday. Chunki musofirlar yana bir narsa aytib o'tay. Endi nima demoqchiman? Men bo'lmagan narsaga aralashmayman. O'zim ustimda xudo xolasa ishlab, maqsad kammi, ko'pmi, maqsad mening o'zi juda qattiq jigar muxlislarim bor. Juda yaxshi inson, hurmat izotim joyiga qo'yadi. Rahmat hammalaringizga. Maqsadim kengizlar inshaalloh shifo topasizlar, baraka topasizlar. Agar juma kun kim kelsa, biz nomimizdan kelsa, xudo xolasa inshaalloh unga bitta yosh odamga, yosh kishiga 60 ta narx bo'lsa, musofirlar uchun mutlaqo tekin. Isyo. Men maqsad musofirlar uchun jon fido, qo'limdan kelgancha xizmat qilaman. Men san'atga chiqqandan beri so'z berganman o'zimga. Kambag'al oilami, nogiron oilami, qandaydir oilalar bo'lsa, kamera kelin restoranigacha mening shotimdan. To'yini ham qilib berishga quvim yetadi. So'zimga javob. Alhamdulillah. Ha. Martabayni ondan da ulug' qilsin. Shunday. Alloh bergan narsa tugamaydi. Shunday. Men o'zim bir oddiy faxr oilada kattagan insonman. Bu dunyoning mal dunyosi hech inson zotga baho qilmagan, qilmaydilar jigarlar. Shuning uchun aql bo'lib bir-birimizni qadriga yetib yashaylik. Rahmat e'tibor uchun. Kelaverasizlar, hajaka qarochi hurmat izzat bilan imkoniyat yo'q, sharoit yo'q insonlar bo'lsa, kelasizlar besplatno Muzaffarbek Suyunovdan kesaveringiz, qilib beradi. Agar kim qilmasa, menga telefon qilsanglar, men o'zim hajning kartasiga pul tashlayman. Inshaalloh. So'zimga javob. Musofirlar sizlar uchun jon fido, jonimiz fido. Rahmat sizlarga. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat.